Qancha bo'ldi olganingizga? Qancha bo'ldi qolib ketdi. Necha pulga oluvdingiz? 10 ming. Bu akamiz o'zi mashina turishlarda. 3-mashinalarni qo'yib berishimiz, agar kelishsa qo'yib beramiz. Bitta oldi krillada kraskasi bor ekan, men yerda miyatinasi ham bor ekan. Olib qo'yasan. Qaysi eshigiga lak sepilgan? Arqa eshigiga lak sepilgan ekan. 9,5 ga olgansiz. Necha oy oldin olgansiz? 400. Ha. Necha pul? 9,5 unaqa narxlar yo'q, Suroj aka hozir. 8 mingga qo'yib beraman. 8 ming mashina emas-ku. Necha pul? Mana bir ikkita kanallarda endi kuniga qichqirib ko'rsataman-da, arzon qo'yibmanmi, qimmat qo'yibmanmi deb. To'g'risi-da. 8,5 minggacha qo'yib beraman. 8,5 minggacha. Undan ziyod qo'yib berolmayman. Necha pul desa bo'ladi-da. Bo'ldi, necha pul? Aka shuncha odam qarab turibdi-da. Malamijat qilmayman. Oxirgi narxini aytaman. Bersangiz berdingiz, bermasangiz aka bozorga olib chiqib amallab sotasiz. 8,800 ga qo'yib beraman. Aka, kecha sotgan mashinalaringizdan $1 pul oldimmi, olmadimmi? $1 berdingizmi? Berganingiz yo'qmi? Aka, mana shu mashinani agar kimdir variantga oladigan bo'lsa, 5 so'm qo'yib beraman o'zim. Naq pulga oladigan odam bo'lsa, men $1 foyda qilayotgan joyim yo'q. 8,800 bor aka. To'g'ri kelsak, bering 8,800. 200 so'm, bo'ldi, 200 so'mga qimaylik aka. O'zi shunday 500 Endi vaziyatda, endi siz bilan bizni endi ko'rayotganimiz yo'q-ku. Har yili shu payti shunaqa. Bering. Ya qo'ying, bering. Bor. Ana 8,800. Agar oluvchilar bo'lsa, xohlasalaring mana o'zlaring yana aniq iplalsalaring tushiringlar. 2012 100 talik temir gazi bor, bitta krillada kraskasi bor, metta miyatinasi bor, motoriga 100% javob deb aytibdilar. Hujjati nima bo'ladi hujjati? Gen ham bo'ladimi? Xohlasalaring gen, xohlasalaring oformit ekan.